Ko'pchilik narxi qancha deb so'radi. Narxini ham aytamiz. Taxminan Navarotiga 10 millionlar atrofi ketgan Damas mashinasini bitta ko'rsatib ketaman. Bitta mehnat uchun like ni bosib, qayerdagi jibla-jibonchalarga ham bosasiz-ku. Shu mehnat uchun bitta like ni bosing. Endi Damas do'stlaringizga yuborib qo'ying. Mashinamizga qilingan ishlardan shumka qilingan 7 ta apshifkasining tagi shumka bo'lgan. Torpedalari yechilib, torpedalarigacha shumka bo'lgan, torpedaning taglaridan polni shumka bo'lgan. Pol qismi to'liq shumka bo'lgan. Xo'p. CC3 monitor qo'yib berganmiz. Bunga orqa kameralarni ham ulab berganmiz. Orqa kameralar ulab berganmiz. Malibu bar originali bo'ladi. O'sha Premier richaglik, bespirodniy zaryadchiklik bo'ladi. Shu qimmati bo'ladi. Bunga signal ham qo'yib berganmiz. Rullarini tikib berganmiz, panelning ustiga tashlab berganmiz. Shu salonga moslab eshik afishkalarini qilib berganmiz. Go'zallikni ko'ribsiz, qanaqa chiqqan. Eshikdagi kolonkalarni Pioneer original kolonkaga almashtirib berganmiz. Xo'p. Oyoqdagi linoleum bo'lgan. Linoleum chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Skameykaning orqasidan yopib berganmiz. Sizlarga qo'l tikib berganmiz. Sizlarga qo'limiz shu o'rtasi alfa setkalik, yonlari orqalari apelsin ko'rsatmagan. Katalogini qilib berganmiz. Katalogi stoykalari bilan to'liq qo'ygan. Xo'p, bar qo'yib berganmiz. Bar qo'lda taxlangan bar bo'ladi. O'sha liniyalari birga bir tushgan, chiroyli bo'lib chiqqan. Pioneer 450 talik original kolonka qo'yib berilgan. Xo'p. Mashina ichkari stoykalari to'liq hamma joy apelsin rangda bo'lgan. Apelsin rangda bo'lgan. Adashmasam qolib ketmagan bo'lsa, shu ishlar qilingan. Mana shu ishlarning hammasiga 10 million atrofiga ketgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishlikka harakat qilamiz. Adresga keladigan bo'lsak, adresimiz Eski bozorning ko'prigini yonida joylashgan. Qo'l qo'liga yozing. Muzqamak ta'mirot ro'parasida joylashgan.